Xo'p, statistika bo'limiga o'tamiz. Mayli. Apsov korxonasi raqamlarida bu yerda nechinchi yil, qaysi sanada tashkil etilib, shu paytgacha qancha keyslar olib borgan, nechta xodim ishlaydi, qanaqa muvaffaqiyatli, muvaffaqiyatsiz keyslar bo'lgan, shular bo'yicha ma'lumot bering. Xo'p. Apsov kompaniya sifatida ofitsialniy 9-oktyabrda 2020-yilda ro'yxatga o'tgan. Shu paytgacha biz 150 dan oshiq klientlar bilan ishlaganmiz. 150 dan oshiq keys bor. Bu aniq keys sifatida emas, keyslar ko'proq, chunki bitta klient bilan 2-3 ta proyekti bo'yicha ishlagan bo'lishimiz mumkin. Klient sifatida 150 tadan oshiq, 5 yildan oshibdi. Bizda 24 tacha uslugamiz bor. 24 tacha mayda xizmat ko'rsatish. Xizmat ko'rsatish qiladigan bo'lsak, komandamizda umumiy shtatda 8 kishi, undan tashqari udalyonкада freelance sifatida ishlaydigan xodimlar ham bor. Xo'p, Apsov o'zi asosiy mijozlari kim? Katta ehtimol o'zi biz bitta yo'nalishda ishlamaymiz. Ana sohalar keng juda. Shular bo'yicha o'zingiz to'liqroq ma'lumot bersangiz. Xo'p, bizning asosiy auditoriyamiz bu kichik va o'rta biznesda faoliyat olib boradigan biznes egalari. Kichik va o'rta biznes asosiy baribir shular. Enterprise klientlarimiz ham bor. Ular nima deydi? Ular soni ancha kam, chunki ular kompaniyalar o'zi kam. O'rtacha xodimi 5 tadan 10 tagacha bo'lgan kompaniyalar bizning asosiy klientimiz. Yo'nalish bo'yicha oladigan bo'lsak, yo'nalish har xil yo'nalishda bu ta'lim sohasida bo'lishi mumkin, ulgurji yoki chakana savdo, konsalting, onlayn sotuv. Asosiy bizda ko'proq yo'nalishda deydigan bo'lsak, bu sotuvlarni offlayndan onlaynga olib chiqishni xohlayotgan biznesdagi nimalar, biznesmenlar, biznes yo'nalishlar. Islombek sodda tilda aytganda, CRM tizimi o'zi qanaqa tushuntirsa bo'ladi? Yosh bolaga tushuntirasiz CRM qanaqa? Xo'p, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, CRM mijoz bilan sizni o'rtangizdagi ko'prik. Ko'prik, zo'r. Mijoz bilan sizni o'rtangizdagi ko'prik. Mijozlar bilan agar bundoq to'g'ridan-to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimi. Mijozga qotib qo'ymaslik, o'z vaqtida aloqaga chiqish. Shular. CRM asosiy funksionali bu klientga baza, vazifalarni eslatish, mijoz bilan muloqotlar tarixi. Umuman, siz unga qo'ng'iroq qilishdingizmi, yozishdingizmi, shu paytgacha sizga birinchi murojaat qilgandan tortib hozirgi paytgacha bo'lgan qanaqa kontaktlar bo'lgan bo'lsa, hammasini saqlaydigan sistema. Sodda qilib aytganda, mijoz yo sotil yoki sotilmadi etapga o'tkaziladi. Siz bilasiz, shunaqa. Shunday. Qolib ketdi, nimadir bo'lmadi. Agar mana siz telefon qildingiz qaysidir kompaniyaga, kechqurun qildingiz yoki umuman noqulay paytda qildingiz, ular sizga qaytib chiqayotgan bo'lsa, demak ular CRM ishlatadi. CRM bor. Zo'r. Xo'p, Islombek nima sababdan o'zi har bitta korxona CRMni o'rnatish kerak? Mana bizga, masalan, o'zimizga ham ko'p zaifkalar tushadigan bo'lsa, birinchi navbatda so'raydi, o'zi menga nima foydasi bor deydi. Birinchi lekin bitta mifga o'xshagan narsa bor. CRM qo'ysam, sotuvim oshib ketadi, uchib ketadimi degan narsa bor. Keyin biz tushuntiramiz, faqat CRMga bog'liq emas bu yerda. Biz aytib yechim bera olamiz. Oshadi albatta, chunki har bitta mijozni yo'qotib qo'ymasdan o'z vaqtida bog'lanib, e'tirozlarga qarshi ishlabsangiz albatta oshadi. Kafolat ham so'raydi ko'p tadbirkorlar. 30% ga oshira olmaymanmi, 20% ga oshira olmaymanmi deb. ChatGPTdan olib ma'lumot olib turib, bizga bog'langan ko'pincha. Chunki foizlarga taqab qo'yadi. Shunga noldan tushuntirishga qanaqa tushuntirsak bo'ladi? O'zi nima sababdan kerak o'rnatish kerak CRM? CRM tizimi, xo'p, nima uchun korxona kerak? O'zi nimasi bor? Uni datchiklari deylik. Kompaniya rahbariga mijozlar sizga menga hech kim aloqaga chiqmadi degan nima deydi, e'tirozlar bilan chiqa boshlagan paytda siz уже sizga CRM kerakligini tushunishingiz kerak. Boya aytib o'tganingiz o'zingiz CRM tizimi kerak, mijozlarga yo'qotib qo'ymaslik uchun, o'z vaqtida aloqaga chiqish uchun, kompaniyada xodimlar nima qilayotganini bilib turish uchun, kuchli analitikalar olib turish uchun. Menda korxonam bor. CRM tizimini o'rnatmoqchi bo'lsam, sizga murojaat qiladigan bo'lsam, siz qanaqa ketma-ketlikda o'rnatib berasiz?
Bizada CRM joriy qilish 7 qadamdan iborat. Birinchisi bu biznesni audit qilish. Biznesni borib o'rganamiz, jarayonlar bor tashkil topgan, qaysi otdelda qanaqa muammolar bor. Shundan kelib chiqib turib biz yechim beramiz. Dastur taklif qilamiz. Biz bir nechta dasturlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Aynan mijozga kerak bo'lgan, og'riqqa yechim bo'ladigan dasturni taklif qilamiz. Undan keyin texnik vazifa tizi olinadi. Tizi olamiz. Tizi shakllantiriladi. Joriy qilish boshlanadi. Dasturni o'rnatish. Dasturni o'rnatib bo'lganimizdan keyin biz обучение xodimlarni, kompaniyani shu dasturda ishtirok etadigan barcha xodimlarni o'ziga kerakli funksiyalar bo'yicha biz o'qitamiz. Biza boshqalardan farqimiz bitta xodim, bu как operatsion xodimga biz bor funksionalni iloji boricha o'rgatamiz. O'rgatasizlar. Чтобы ertaga xodim almashganda yoki boshqa vaziyatlar bo'lganda operativ o'zi CRMni sozlab, o'zi kerakli bo'lgan o'zgarishlarni kiritib, yana keyinchalik ish faoliyatini davom ettirish uchun. Undan keyingi qadam, как dasturni o'rgatib bo'lganimizdan keyin test jarayoni. Biz mijozga hammasini topshirdik, mana ulardan kuzatamiz. Bitta test qilinadi. Test qilinadi. Xodimlardan yana feedback olinadi. O'shanga qarab yana o'zgartirishlar kiritiladi. Hammasi joyiga tushib, уже faoliyat xodimlar hammasi ko'nikmalar hosil bo'lgandan keyin, ish faoliyati yaxshi yo'lga qo'yilgandan keyin biz texpodдержка o'tkazamiz. Support bo'limiga, texnik qo'llab-quvvatlash bo'limiga va bu bo'yicha biz tarafdan xodim biriktiriladi va kompaniya tarafdan, mijozimiz tarafdan ham xodim biriktirib nima qilinadi. O'sha ikkita xodim bir kollaboratsiya qilib turib ishlaydi. Chunki bu joy ham tizimda kompaniyadan har bitta xodim to'g'ridan-to'g'ri chiqmasdan, o'sha birinchi o'zini u yoqda ko'rsatilgan, как biriktirilgan xodimga operatsion menejerga chiqadi. U hal qila olmasa, keyin dальше bizga tepaga chiqadi o'zi keyin. Shunaqa. Mana shunaqa tartibda 7 qadamdan iborat. Shunda umumiy optimal qilib aytadigan bo'lsak, o'rnatasizlar, o'rgatasizlar, texpodдержка ko'rish. Shunaqa. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, birinchi o'rganib, CRM ni tanlab, qaysi programma bizga to'g'ri kelishini, mijozga to'g'ri kelishini tanlab, undan keyin joriy qilamiz, обучение qilamiz va testlab, texpodдержкаga ko'rsatamiz. Zo'r. Xo'p, Islombek mana o'zi bozorda asosan ikkita CRM bor-ku, Bitrix ham CRM deymiz. Bizda ancha aniq PR qilingan, rivojlangan desam bo'ladi. Bizda SNG davlatlar ishlatadigan CRM bor, Bitrix 24 bor. Bozor degan bo'lishi ham ancha katta ikkalasini ham. Ikkalasini farqini tushuntirib bersangiz, qaysi biri CRM qaysi yo'nalishlarga ijal yechim bo'ladi, Bitrix qaysi yo'nalish tizimiga, korxonalarga ijal yechim bo'ladi. Funksionallari bilan. Xo'p, birinchi men ularning bir-biridan farqini tushuntirib o'taman. Keyin qaysi kompaniyalarga qaysi ko'proq qaysi dastur to'g'ri kelishi bo'yicha ma'lumot beraman. Xo'p, CRM bu nomi bilan o'zi CRM sistema, undan ortiq emas. Uning ichida qo'shimcha widjetlar bor, funksiyalni oshirsa bo'ladi, lekin asosiy funksionali bu CRM sistema. CRM sistema. Mijozlar bilan shu munosabatlarni boshqarish, sotuv bo'limi uchun. To'g'ridan-to'g'ri sotuv uchun. To'g'ridan-to'g'ri sotuv uchun. Xo'p, Bitrix 24 bu faqat CRM o'zi emas, bu keng qamrovli biznes platforma. Buning ichida CRM moduli bor, albatta. Undan tashqari ichki korporativ tarmoq, dokument оборот, hujjat almashuvi, BPM biznes jarayonlarini, ichki biznes jarayonlarini avtomatlashtirish instrumenti, vazifa va loyihalarni boshqarish. Deylik, siz nimadir ishga tushirmoqchisiz yoki kompaniyadagi xodimlar bo'yicha vazifalarni boshqarishni yo'lga qo'ymoqchisiz, unda sizga ko'proq Bitrix to'g'ri keladi. Shunda CRM to'g'ridan-to'g'ri sotuv uchun, Bitrix esa bitta katta ERP tizim, ichida CRM bo'limi bor, qo'shimcha marketing, HR moliya bo'limlarini olib borsa bo'ladimi o'zi? ERP emas, lekin shunga yaqin bo'lgan, shunga tortadigan biznes platforma, чтобы xodimlar va o'sha kompaniyada nima deydi, hamma narsani bitta platformada olib borish, ishlash uchun. Deylik, sizda xodimlar onlayn ishlaydi, uzoq har xil joylardan yoki filiallar ko'p bo'lgan kompaniyalarga biz ko'proq Bitrix taklif qilamiz. Yechim qila olamiz. CRMni biz qachon qo'yamiz? Agar sotuv qadamlari qisqa bo'ladigan bo'lsa, oson, sotilayotgan narsa ko'proq konsalting, infoprodukt bo'ladigan bo'lsa, tez sotishga bo'ladigan bo'lsa, sotuv etaplarida
bajariladigan действиялар, qadamlar kam bo'ladigan bo'lsa, hamma CRM. Agar o'sha sotuv jarayonida ko'p vazifa bajariladigan bo'lsa, sotuv ko'proq davom etadigan bo'lsa, deylik misol, bor kompaniyalar 1 oylab davom etadi yoki 1 yillab, 2 yillab davom etadigan sotuv bitta сделкаning o'zi shunaqa davom etadigan bo'lsa, demak Bittrex. Nimaga? Chunki o'sha 1 oylab davom etadigan kompaniyada vazifalar ham ko'p bo'ladi. Vazifalar ham ko'proq bo'ladi. Ko'proq xodimdan o'tish kerakda, to'g'rimi? Shunaqa. Shuni hisobiga uning ichida hujjat tasdiqlanishi bor, boshqa biznes jarayonlari bor. Shuni hisobiga biz ko'proq Bittrexni taklif qilamiz. Zo'r, tushunarli. CRM, to'g'ridan-to'g'ri sotuvlarni oshirmaydi. Bu sizni sotuv bo'limingiz va marketing otdel qanaqa ishlayotganini ko'rsatib beradigan instrument desak bo'ladi va shularni ishlashiga yordam beradi. Sotuv oshirish uchun bitta etapnizda, to'g'rimi? CRM. Keyin qolgan sotuv bo'limi. CRM qanaqa sotuv bo'limi oshiriladi deb ham aytsak bo'ladi. Bu CRM siz ishlayotgan kompaniya shunchaki kontaktlarni yo'qotyapti-da. Tasavvur qilsangiz, taxminan shu aloqaga chiqilmagan. Shu joylarni o'zini tiklaydi. O'zi qanaqa sotuv qilish kerak edi aslida, 100% sotuv qilish kerak edi. O'sha 100% ga olib keladi. Sotuv bo'limini umuman sotuv oshirish uchun sizga marketing kerak.